Anchadan beri Qirg'izistonga bormayotgandik. Qirg'iziston qo'zi-qo'chqonlarni o'tkazmayotgan. Ishda bo'lmaganda olmas ekan borib kelaylik deb mana hozir ikkala bilan hammamiz yig'ilishib 3 ta mashina bo'lib turib Qirg'izistonga yo'lga chiqib oldik. Shunaqa ham bo'lar ekan mana. Qirg'izistonga boramiz. 80 litr benzin bilan Toshkentdan Ohangarongacha yetib keldik. Bunaqasini ko'rganmisiz yo'qmi? Birinchi marta men shunaqa narsani ko'ryapman. Kia Carnival'dagi benzabak erib ketganini qaranglar. Bu keyingi qismi hozir mashinadan yechib olib turib hech qayerda yo'q ekan. Bilmayman, zapchasti mana qaranglar, men ko'ryapsizlar, men joyim ishib yerga tegib, mana mameti yerga tegib, ya'ni yedirilib, mana shundan benzin olib keldi. Benzin nasos bor, tam pachoq bo'lib qolmasin. Hozir Angrendamiz. Ustaxonaga evakuator bilan olib keldik mashinamizni. Nimaga bunun zapchasi yo'q? Bilasizmi, benzabak yo'q. Osonlikcha ketmasa kerak. Sharboz. Mana ichiga benzin quyib ko'rishyapti. Qani nima bo'lar ekan? Qani ikki tarafdan ko'tarib ko'ringlar-chi. Qani. Baland ko'tara olasizlarmi? Qani balandroq ko'tara olasizlarmi? Tarvozagacha ko'tara olmayman. Ketdik. Maşallah. Mana. O'zga ustalardan qo'rqish kerak. O'zini qilamiz. Borayotganlar ko'rgan bo'lsa kerak, benzabakimiz yorilib, benzinimiz oqib ketib, yo'lda qolib ketdi. Shunda Perivalga chiqurishda Muzafar akamgilari servislari bor ekan. Mana shunda xizmat qilar ekanlar. Men bitta narsadan lol qoldim. Kia Carnival benzabakini hech qayerdan topdim. Haqiqatan ham. Chunki buzilmas ekanda. Bizda kelib buzilib qoldi. Ana o'sha benzabakni o'zini haqiqiy usta bo'lib turib o'zini shunaqa qilib berdilar. Hozir sinab ko'rdik. 2 marta zapravkadan benzin olib keldik. Hech qanaqa oqmayapti, zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Barchamiz rozi bo'lsin. Keyingi tashrifotda kelib bir choy ustida motor xatovoy bilan shug'ullanar ekansizlar. korobka naryoqda Miyatini ham qiladi ekan. Siz bolada miyatni o'rgangansiz. Bolalar agar mana mashindan o'tib ketadigan bo'lsanglar, begona qilmanglar, o'zlari bolalar. Angren shahrida Angren shahri qo'li gul. ko'rdik sizlarga. Bizlarni kuzatib boringlar.